Shu Fanda Tox mahsulotimiz qiziq ekan. Mana yuzda dog'lar bo'ladi. Bu nimadan dalolat? Bu jigardagi muammolardan, ya'ni filtr. Jigar bu bizning filtrimiz hisoblanadi. Filtrimiz demak toksinlarni tozalashga ulgurmayapti. Filtrimizda muammo bor. Demak, yuzimizda mana shunaqa dog'lar orqali, pigmentatsiya orqali belgilar beradi. Endi jigar bilasizlar shunaqa deyiladi-ku, eshitgan bo'lsanglar, pristup beradi, bo'ldi, bittada ishdan chiqadi deyiladi. Og'riq bildirmaydi, boshqa belgi bilan bildirmaydi. Mana shunaqa yuzdagi dog'lar bilan bildiradi. Yuzda dog' chiqdimi jigardan, demak, jigar priznik beryapti, aytyapti, menda muammo bor degan belgi. Mana bu mahsulotimiz imminda mana Janubiy Koreya yozilgan производство, sostavi naturalniy, 100% naturalniy xurmodan, ekstraktidan, tabiiy jigar prem so'r yuvib beradi. Hozir qolgan bo'lsa ko'rsataman ichida. Tak, jigaringizni yuvganingizdan keyin hamma женский problemalar, PMSda og'riqlar bo'lsa, kechikishlar bo'lsa, ularga ham zo'r bo'ladi. Mana parashok shaklida bo'ladi.